so'nggi va qiziqarli yangiliklar bilan Ranch News. Bugun buyuk bobo kalonimiz Alisher Navoiyning 585 yilligi yurtimizda keng nishonlanmoqda. Navoiyning ushbu asari 51 ming misradan ortiq jahon adabiyoti durdonasi hisoblanadi. Qivizi ko'rik tanlovi bo'yicha Rektor Kubogi musobaqasi start olmoqda. Hamyurtimiz Abduqodir Husanov Manchester City'da yanvar oyining eng yaxshi futbolchisi deb tan olindi. Xorazm futbol klubi hozirda Antaliyada o'rtoqlik o'yinlari uchun safarda bo'lmoqda. Hammaga assalomu alaykum. Eng so'nggi va qiziqarli yangiliklar bilan Ranch News. Assalomu alaykum barchaga. Ranch News'ning 3-soni yana efirda. Bugun dasturimizda dunyodagi eng so'nggi yangiliklar va universitetimizdagi e'lonlar bilan tanishtirib o'tamiz. Shashka bo'yicha Rektor Kubogi sport musobaqasi saralash bosqichi bo'lib o'tdi. Musobaqaning filologiya kafedrasida talabalar o'rtasida o'tkazilgan o'yin o'z yakuniga yetdi va talabalarimiz keyingi bosqichga yo'l olishdi. Final bosqichida barcha talabalarimizga omad tilaymiz. Timur tig'i yetmagan joyni qalam bilan oldi Alisher. Bugun buyuk bobo kalonimiz Alisher Navoiyning 585 yilligi yurtimizda keng nishonlanmoqda. Shu munosabat bilan universitetimizda bir qator tadbirlar va challengelar olib borilmoqda. Alisher Navoiyning ilk 5 asari dunyoning 64 ta tiliga tarjima qilingan. Navoiyning ushbu asari 51 ming misradan ortiq jahon adabiyoti durdonasi hisoblanadi. Endi navbatni universitetimizdagi e'lonlar sahifasiga bersak. Ranch universitetining bir-biridan chaqqon va quvnoq talabalari uchun quvnoqlar va zukkolar, ya'ni qivizi ko'rik tanlovi bo'yicha Rektor Kubogi musobaqasi start olmoqda. Agar siz o'zingizni quvnoq, zukko va ijodkor deb bilsangiz, bu imkoniyat aynan siz uchun. Barchangizni ushbu tanlovda faol ishtirok etishga chorlab qolamiz. Universitetimizda zakovat o'yinlari ham bo'lib o'tmoqda. Universitetimizdagi zakovat intellektual o'yinlari har seshanba soat 12:00 da 034-bog'xonada bo'lib o'tadi. Endi esa navbatni jahondagi eng so'nggi yangiliklarga beramiz. Hamyurtimiz Abduqodir Husanov Manchester City'da yanvar oyining eng yaxshi futbolchisi deb tan olindi. Xorazm futbol klubi hozirda Antaliyada o'rtoqlik o'yinlari uchun safarda bo'lmoqda. Hozirga qadar hamshaharlarimiz 3 ta o'yin o'tkazishdi, bitta g'alaba, durang va mag'lubiyat amalga oshirildi. Elon Muskning boyligi 8 milliard dollardan oshgan va u bunday natijaga erishgan birinchi insonga aylandi. Hozirda uning daromadi 852 milliard dollarga yetdi. Tojikistonda Starlink ishga tushirildi. Bu xizmat esa O'zbekistonda 2026-yil ishga tushirilishi rejalashtirilmoqda. Shuning bilan bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi dasturlarda ko'rishguncha, xayr.